أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 16. Sure Nahl Mekke'de nazil bo'lgan 128 oyat. Nayt şefqatlik, mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Allohning farmoni, ya'ni qiyomat cho'qim keladi. Onunga aldirib ketmanglar. Allah ular, ya'ni mushriklarning sherik keltirgan narsalardan pok va yuksakdir. Allah o'z irodasi bo'yicha qolgan bandalarga farishtalarni vahiy bilan nozil qilib mundaq deydi. İnsanlarni ogohlantiringlarki, mendan boshqa hech iloh yo'qdir. Mendan qo'rqinglar. Allah osmonlarni va zaminni haq yaratdi. Allah ular ya'ni mushriklarning sherik keltirgan narsalardan yuksakdir. O insonni obi ma'nidan yaratdi. O bo'lsa Allohga oshkor husumat qiluvchidir. Allah chorva mollarni sizlarning manfaatlanishinglar uchun yaratdi. Ularning yungi va terisi bilan issini sizlar. Ularning nasli, süti, so'ngki, qig'idan foydalansizlar va ularning go'shtlarini yeysizlar. Ularni kechda o'tloqdan qaytirib kelgan va atdiganda o'tloqqa elib chiqqan vaqtinglarda chorva mollar sizlarga zinnat bo'lib, xushallik bag'ishlaydi. Ular yuk taqilringlarni sizlar jafo mushaqqat bilan aran yetib boralaydigan joylarga ko'tarib boradi. Sizlarning Parvardigoringlar sizlarga haqiqatan shafqatlidir va mehribondir. Allah otni, xichirni va eshakni minishinglar uchun va zinnat uchun yaratdi. Allah yana sizlar bilmaydigan narsalarni yaratdi. To'g'ri yo'l ko'rsatishni Allah o'z ustiga olgan. Ba'zi yo'llar egir bo'ladi. Mobodo Allah xolisi edi. Sizlarning hammanglarni albatta to'g'ri yo'lga solgan bo'ladi. Allah sizlarga bulutdan yomg'ir yog'dirib berdi. Uningdan ichsizlar va shu yomg'ir orqali o'sgan dal-daraxtlar bilan chorvanglarni boqisizlar. Allah sizlarga shu yomg'ir bilan ziroatlarni o'stirib berdi. Zaytun, xurmo, uzum va turli mevalarni o'stirib berdi. Cho'nqir fikr qiladigan qavm uchun buningda haqiqatan Allohning qudratini ko'rsatadigan dalillar bor. Allah sizlarga kechini, kunduzni, kunni, oyni bo'ysundirib berdi. Yulduzlarmi Allohning amri bilan bo'ysundirilgandir. Tushunadigan qavm uchun buningda nurg'un dalillar bor. Allah yana yer yuzida sizlar uchun yaratgan rengarang narsalarni sizlarga bo'ysundirib berdi. Vaz-nasihat oladigan qavm uchun buningda albatta ibrat bor. Allah sizlarni dengizning yangi go'shtlari, ya'ni baliqlarini yesin, taqaydigan zinnat buyumlari, ya'ni unchi marjonlarni chiqarsin deb sizlarga dengizni bo'ysundirib berdi. Allohning ne'matlarini talab qilishinglar va uningga shukr qilishinglar uchun Allohning bo'ysundirishi bilan yemak-ichmak va yukda qaloqachilangan kemalarning dengizda to'lqin yerib ketayotganligini ko'rsan. Zaminning sizlarni tavirtib etmasligi uchun Allah uningda tog'larni barpo qildi. Ziroatlaringlarni, chorva mollaringlarni sug'urishinglar uchun eriq o'stanglarni ezib qolmasliginglar uchun yo'llarni paydo qildi. Yo'llarga belgilarni qildi. Ular kechisi qo'rg'uliqda va dengizlarda yulduzlar bilan yo'l topadi. Bütün koinotni yaratgan Alloh bilan hech narsani yaratolmaydiganlar o'xshash bo'lamdi? O'ylamamsizlar. Agar Allohning sizlarga bergan ne'matini sanasanglar, uning hisobini elib bo'lolmaysizlar. Shubhisizki, Allah sizlarning bu jihatdagi yetarsizliginglarni albatta mag'firat qiluvchidir, bandalarga mehribondir. Allah sizlar yoshirgan va oshkor qilganning hammasini bilib turadi. Ularning Allohni qo'yib ibodat qilganlari, ya'ni butlari hech narsani yaratolmaydi. Balki ularning o'zlari yaratilgandir. Ya'ni insonlar tarafidan yasalgandir. Ular ya'ni butlar tirik emas, o'likdir. Ular cho'qing'uvchilarining qachon qayta tirildiradiganligini uqmaydi. Sizlarning ibodat qilishga loyiq ilohinglar birdir. Oxiratga ishonmaydiganlarning dillari Allohning birligini inkor qiladi. Ular cho'ngchilik qilib, haqni qabul qilishdan bosh tortquvchilardir. Allah ularning yoshirganlarini va oshkor qilganlarini rostilla bilib turadi. Allah takabburlik qiluvchilarni haqiqatan do'st tutmaydi. Ularga ya'ni mushriklarga Parvardigoringlar payg'ambariga nimalarni nozil qildi deyilsa, ular masxir qilib, qadimqilarning afsonalarini nozil qildi deyishdi. Ular qiyomat kuni o'zlarining gunohlariga to'liq javobgar bo'lishlari
va o'zlari tarafidan bilmasdan ozdirilganlarning bir qism gunohlarga o'zlari javobgar bo'lishlari uchun yuqorqi bo'hton so'zlarni qildi. Ularning javobgar bo'ladigan nima degan yomon? Ular yana Makka kofirlardan ilgari o'tgan kofirlar o'z payg'ambarlariga hiyla-mekr ishiltib, Allohning nurini o'chirmoqchi bo'ldi. Allah ularning hiyla-mekr binosini tal-to'kis gumron qildi. Ularning ustiga bu binoning o'gisi o'rilib tushdi. Ularga o'zlari o'ylamagan yerdan azob keldi. Ondan keyin Alloh ularni qiyomat kuni rasvo qiladi. Ularga qoyib mening sheriklarim qani qayerda? Sizlar ular to'g'risida payg'ambarlar bilan munozirlashyaptinglar-ku deydi. Ilm berilganlar bugun rasvolik va azob haqiqatan kofirlarga tegishlidir deydi. Ular kufrini ixtiyor qilib o'zlariga zulm qilgan holatda farishtalar ularning jonlarini oladi. Ular bo'ysunganliklarini bildirib, biz hech qanday yomon ish qilmadik deydi. Undaq emas. Alloh sizlarning qilmishinglarni haqiqatan to'liq bilguchidir. Sizlar ichida mangu qoladigan jahannamning darvozalaridan kiringlar. Cho'ngchilik qilib Allohga itoat qilishdan bosh tortquvchilarning boradigan joyi nima degan yomon? Taqvodorlarga Parvardigoringlar payg'ambariga nimalarni nozil qildi deyilsa, ular yaxshi so'zlarni nozil qildi deyishadi. Yaxshi ish qiluvchilar bu dunyoda mukofotlanadi. Oxirat yurti ular uchun texmi yaxshidir. Taqvodorlarning yurti rostilla nima degan go'zal. Ular ostidan o'stanglar eqib turadigan, doim turadigan jannatlarga kiradi. U yerda ularning ko'ngli xohlagan narsalar tepiladi. Allah taqvodorlarni ana shunday mukofotlaydi. Ular mushriklik va gunohlardan pok bo'lgan sharoitda farishtalar ularni qabzruh qiladi. Farishtalar ularga salom sizlarga, qilgan amallaringlarning xosiyatidan jannatga kiringlar deydi. Kofirlar faqat o'zlarining jinini elish uchun farishtalarning tushishini yoki Parvardigorning amrining yana azobning tushishini kutadi. Ulardan burun o'tgan kofirlarmi ana shunda qilgan edi. Alloh ularga zulm qilgani yo'q, lekin ular o'zlariga o'zlari zulm qildi. Ular qilmishlarining jazosini tatdi. Ularga masxir qilganliklarining jazosi yana qattiq azobi tushdi. Mushriklar mabodo Alloh xohlagan bo'lsa, biz va bizning ota-bobolarimiz Allohni qo'yib hech narsaga ibodat qilmagan bo'lardik. Allohning hukmisiz hech narsani harom qilmagan bo'lardik dedi. Ulardan ilgirkilarmi ana shunda qilgan edi. Payg'ambarlarning mas'uliyati faqat ro'shan tabliq qilishdan iborat. Hidoyat qilish bo'lsa Allohning ishidir. Biz haqiqatan har bir ummatga Allohga ibodat qilinglar, tog'utdan, ya'ni shaytonga, butlarga, kohinlarga o'xshash har qanday ma'budga ibodat qilishdan yiroq turinglar deb payg'ambar avatdiq. Ularning orasida Alloh hidoyat qilganlarmi bor? Gumrohlikka tegishli bo'lganlarmi bor? Yer yuzida sayr qilib yuringlar. Payg'ambarlarni inkor qilganlarning oqibatining qanday bo'lganligini ko'zinglar. Sen ularning hidoyat tepishiga eris bo'lsangmi, Alloh gumrohligida qoldirgan kishini hidoyat qilmaydi. Ularni Allohning azobidan qutuldiradigan hech qanday madadkor yo'q. Ular Alloh o'likni tirildirmaydi deb qattiq qasam ichishdi. Undaq emas, ya'ni o'likni tirildiradi. Alloh va'dasini cho'qim ishga oshiradi. Lekin insonlarning to'lisi Allohning qudratini bilmaydi. Shunlashqa o'lgandan keyin tirilishni inkor qiladi. Alloh ular ixtilof qilishgan haq bilan nohaqni ularga ayirib berish va kofirlarga ularning yolg'onchiliklarini bildirib qo'yish uchun ularni qaytadan tirildiradi. Biz biror shayni vujudga keltirmoqchi bo'lsak, uningga vujudga kel deymizda, u vujudga keladi. Zulmga uchirgandan keyin Alloh yo'lida hijrat qilganlarni dunyoda cho'qim yaxshi joyga o'rlashtiramiz. Ular biladigan bo'lsa, ularga oxiratning azobi texmi cho'ngdir. Ular eg'irchiliklarga sabr qildi. Ular hamma ishda Parvardigoriga tavakkul qiladi. Sendan ilgari biz faqat erlarga vahiy nozil qilib, ularni payg'ambar qilib avatdik. Ey Quraysh jamoasi, buni bilmasanglar, ilm ahllari, yana Tavrat va Injilni bilguvchilardan so'ranglar. Payg'ambarlarni o'zlarining rostligini ko'rsatib beradigan dalillar va muqaddas kitoblar bilan avatdik. Biz sana Qur'onni insonlarga tushirilgan shariatni bayon qilib bersin. Ular bu Qur'onni tafakkur qilib, uningdan vaz-nasihat olsin deb nozil qildik. Hiyla-mikr ishlatib, yomon ish qilganlar
Allah'ның özlerini yerge ötküzüp etişinden, yoki o'zlariga o'ylamagan yerdan azob kelishidan qo'rqmamdi, yoki o'zlarining safar ustidagi chog'larida jazoga yo'liqishidan qo'rqmamdi, bu chog'da ular qechib qutulolmaydi. Yoki Allohning o'zlarini qadamma-qadam jazolashidan qo'rqmamdi, sizlarning Parvardigoringlar albatta marhamatlikdir, mehribondir. Shunga sizlarni oldirab jazolamadi. Ular Allah yaratgan shaylarning soyilari bo'ysungan holda Allohga sajda qilish yuzasidan o'ng so'lga moyil bo'lib turganligini ko'rmadimi? Osmonlardagi va zamindagi hayvonotlar, farishtalar Allohga sajda qiladi. Ular Allohga sajda qilishdan cho'ngchilik qilib boshlatmaydi. Ular o'z ustidagi Parvardigordan qo'rqadi. O'zlariga buyurilganini qiladi. Allah ikki ilohga ibodat qilmanglar, o faqat birli ilahdir, mendan qo'rqinglar dedi. Osmonlardagi va zamindagi hamma narsa Allohning mulkidir. Ibodat hamisha Allohga xosdir. Allohdan boshqa biridan qo'rqamsizlar? Sizlar bahramon bo'layotgan ne'matlarning hammasini Alloh bergan. Sizlarga bir eg'irchilik yetsa, Allohga yolvorib duo qilasizlar. Alloh sizlardan eg'irchilikni ko'tarib etsa, oranglardan bir bo'lik odam darhol o'z Parvardigoriga sherik keltiradi. Ular o'zlariga bergan beshidagi eg'irchilikni ko'tarib etganligimizdan iborat ne'matimizga noshukrlik qiladi. Sizlar ajilinglar yetkicha dunyodan bahramon bo'linglar, ishinglarning oqibatini uzoqqa qolmay bilasizlar. Ular biz o'zlariga bergan rizqdan hech narsadan xabarsiz butlarga nasibi qoldiradi. Ey mushriklar, Allohning nomi bilan qasamki, sizlar o'zinglar o'ydirib chiqargan narsanglar uchun cho'qim so'roqqa tortilsizlar. Ular Allohga qizlarni nisbat beradi. Allohning qizi bor deb e'tiqod qiladi. Alloh bundoq bo'xtondan pokdir. Ular o'zlari orzu qiladiganlarini o'zlariga nisbat beradi. Ularning birasiga xotinining qiz tuqqanlik xabari yetkazilsa, chiroyi o'zgarib, g'azabnak bo'lib ketadi. Yetkazilgan yomon xabardan qo'rqib, o'z qavmiga ko'rinmay yoshirinib oladi. Ondan u nomusga chidab qizni saqlab qolamdi yoki uni to'pi ostiga tirik ko'mamdi, shu vaqtda o'ylanadi. Ularning hukmi, ya'ni o'g'illarini o'zlariga nisbat berib, qizlarini Allohga nisbat berish haqiqatan nima degan qabih? Oxiratga ishonmaydiganlar o'g'ilni yaxshi ko'rib, qizni yomon ko'rish, xotinini o'g'il tug'sa xushal bo'lib, qiz tug'sa ochchig'i kelish, or-nomusdan va kambag'allikdan qo'rqib, qizlarni tirik ko'mishga o'xshash yomon sifatlarga ega. Allah bo'lsa, eng oliy xislatlarga ega. Allah g'olibdir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. Agar Allah insonlarni ularning zulmi tufaylidan chapsan jazolaydigan bo'lsa, yer yuzida qimirlab turadigan hech bir jon egisini qo'ymagan bo'ladi. Lekin Allah ularni jazolashni muayyan vaqtgacha ta'xir qiladi. Ularning halok bo'lish vaqti kelganda qilchimi kechiktirilmaydi, qilchimi ilgari surilmaydi. Ular o'zlari yomon ko'radiganni Allohga mansub qiladi. Ular oqibatining yaxshi bo'ladiganligi bilan jo'ylaydi. Shubhisizki, ular do'zax azobiga duchor bo'ladi. Ular do'zaxda tashlanib qoluvchilardir. Ey Muhammad, Allohning nomi bilan qasamki, sendan ilgari o'tgan ummatlarga haqiqatan payg'ambarlarni avatdiq. Shayton ularning, ya'ni ummatlarning amallarini o'zlariga chiroyli ko'rsatdi. Shayton bugun ularning do'stidir. Ular oxiratda qattiq azobga duchor bo'ladi. Ey Muhammad, biz kitobni, ya'ni Qur'onni faqat sening kishilarga ularning dinidagi datalash qilishgan narsalarni bayon qilib berishing uchun iymon etadigan qavmga hidoyat va rahmat bo'lsin uchun nozil qildik. Alloh bulutdan yomg'ir yog'dirib, shuning bilan qog'jirab qolgan zaminda turli ziroatlarni undirdi. Buningda vaz nasihat anglaydigan qavm uchun albatta Allohning qudratining cho'ngligini ko'rsatadigan dalillar bor. Chahar paylarda sizlar uchun haqiqatan bir ibrat bor. Sizlarni chahar paylarning qornidagi mayoq tezakdan va qondan ayrilib chiqqan pokiz va tamlik sut bilan sug'urmiz. Sizlar uchun yana bundaq ibratlarmi borki, xo'rmidan, o'zimdan sharoblar va pokiz yemekliklar yasaysizlar. Aqlini ishlatadigan qavm uchun buningda haqiqatan Allohning birligini ko'rsatadigan dalil bor. Parvardigoring asal harisiga ilhom bilan bildirdi.
tog'larga, daraxtlarga va kishilarning hasal harlari uchun yasagan uylarga uv tuzgin. Ondan keyin turlik meyvelar, ya'ni gul chechaklardan yegin. Parvardigoringning yo'llariga itoatmanlik bilan kirgin. Uning, ya'ni hasal harisining qornidan insonlarga shifo bo'ladigan xilma-xil rangli ichimlik, ya'ni hasal chiqadi. Buningda Allohning qudratining cho'ngligini tafakkur qiladigan qavm uchun ibrat bor. Allah sizlarni yaratdi. Ondan ajalinglar bitganda sizlarni qabzroq qiladi. Oranglarda umrining yomon, ya'ni eng qiyirliq bosqichlarga ulashadiganlarmi bor. Ular hatto bir narsalarni bilgandan keyin hech narsani bilmas bo'lib qoladi. Allah haqiqatan maxluqotni boshqarishni bilguvchidir. O'zi iroda qilgan narsani ishga oshirishga qodirdir. Allah sizlarning ba'zilaringlardan rizqni ustun qildi. Rizqni ustun qilinganlar o'zlarining rizqini barobar bo'lish uchun qo'l ostidagilarga bermaydi. Ular Allohning ne'matini inkor qilishamdi. Allah sizlarning unsi ulfat elishinglar uchun xotininglarni o'z tipinglardan yaratdi. Sizlar uchun ulardan o'g'illarni va navrlarni yaratdi. Sizlarga turli shirin narsalarni rizq qilib berdi. Ular botilga ishinib, Allohning ne'matiga kufrlik qilamdi. Allah ularni qo'yib, o'zlariga osmonlardan hech qanday rizq tushirib va yerdan hech qanday rizq chiqarib, ya'ni osmondan yomg'ir yog'dirib va yerdan ziroat va daraxtlarni o'stirib berolmaydigan, shunda qilishga qudrati yetmaydigan butlarga cho'qinamdi. Sizlar Allohga misol keltirmanglar. Ya'ni Allohga butlarni o'xshatmanglar. Allohga sherik keltirmanglar. Allah haqiqatan hamma haqiqatni biladi. Sizlar Allohning buyukligini bilmaysizlar. Allah bundaq bir misol keltirdi. Hech qanday bir ishni o'z oldiga bir taraf qilolmaydigan bir qul biz obdan rizq, ya'ni mol-mulk ato qilgan va uni yoshirin yoki oshkora yo'sinda sadaqa qilib turadigan hur erkin odam bilan o'xshashmi? Ya'ni hech narsaga ega bo'lmagan qulga o'xshaydigan butlarni hammaga ega bo'lgan va koinotni xohlagancha tasarruf qiladigan Alloh bilan qandoqmi tanglashtirgili bo'lsin? Jimi hamd sana Allohga xosdir. Ular ya'ni kofirlarning to'lisi hamd sanoga Allohning loyiq ekanligini, butlarning hamd sanoga va ibodatga loyiq emasligini uqmaydi. Allah yana mundaq misol keltirdi. Mundaq ikki odam bor bo'lib, ularning biri hech ish qilolmaydigan va egasiga yuk bo'lib qolgan bir g'achidirki, egasi bu g'achini mayli qayaga avazsin, u hech qanday foyda olib kelolmaydi. Yana biri bo'lsa, o'zi to'g'ri yo'lda mangan va kishilarni haqqoniy bo'lishga buyuradigan odamdir. Bu ikki odam o'xshashmi? Ya'ni bu g'achi bilan o'zi to'g'ri yo'lda turib fasohatli so'zlay oladigan, o'zi Qur'on nuri bilan nurlangan odam bir-biriga o'xshamdi. Aqlli odamning ularni o'xshash o'ringa qo'ymaganidek, but va toshni hammani bilguvchi qudratlik Alloh bilan o'xshash o'ringa qo'yg'ili bo'lmaydi. Osmonlardagi va zamindagi g'aybni bilish Allohga xosdir. Qiyomatning qoyim bo'lishi ko'zni yumib ochqichilik yoki uningdanmi tezdir. Allah haqiqatan har narsaga qodirdir. Allah sizlarni onanglarning qornidan hech narsani bilmaydigan holtinglar bilan chiqardi. Allah sizlarga shukr qilsin deb quloq, ko'z va yuraklarni ato qildi. Ular qushlarning havoda uchishiga bo'ysundirilganligini ko'rmadimi? Ularni havodan tushib ketishdan faqat Alloh tutib turadi. Buningda iymon etadigan qavm uchun Allohning birligini ko'rsatadigan nurg'un alomatlar bor. Allah sizlarga uyinglarni turalg'u joy qilib berdi. Sizlarga hayvonlarning terilaridan uylarni, chidirlarni qilib berdi. Sizlar ko'chman kuninglardimi, turgan kuninglardimi, uning yenikligini his qilasizlar. Sizlarga qo'ylarning yo'nlaridan, to'gilarning yo'nlaridan, o'shkilarning yo'nlaridan uy jihozlarini, ya'ni sizlar kiydigan va uyinglarni saramjallashtiradigan ham ma'lum muddatgacha, o'lim kelguncha yoki ular ko'nrab tugaguncha foydalanadigan narsalarni qilib berdi. Allah sizlarga o'zi yaratgan narsalar, ya'ni daraxtlar, tog'lar va binolardan kunning haroratidan saqlanadigan soyalarni qilib berdi. Tog'lardan sizlarga g'or, o'nkirlarga o'xshash turalg'u qiladigan joylarni qilib berdi. Sizlarga issiqdan va sovuqdan saqlanadigan kiyimlarni
urushda sizlarni ziyon zahmatdan saqlaydigan temir kiyimlarni tayyor qildi. Alloh sizlarni itoat qilsin deb sizlarga ana shunday mukammal ne'matlarni berdi. Agar ular, ya'ni mushriklar iymondan yuz o'risa, sana hech ziyni yo'q. Sening vazifang faqat ro'shan tabliq qilishdir. Ular Allohning ne'matini toniydi. Ondan Allohdan boshqa biriga ibodat qilish bilan o ne'matlarni inkor qiladi. Ularning to'lisi kofirdir, ya'ni kofir petichi o'ladi. Shu kunda, ya'ni qiyomat kunida har ummatdan onunga iymon bilan yoki kufr bilan guvohlik beradigan bir shohid, ya'ni payg'ambar keltiramiz. Ondan kofirlarga o'zlari etishga ruxsat qilinmaydi hamda ulardan Parvardigorini rozi qilish, ya'ni Parvardigorini rozi qiladigan amallarni qilish talab qilinmaydi. Zolimlar, ya'ni mushriklar azobni ko'rgan chaqda ulardan azob yeniqilmaydi va kechiktirilmaydi. Mushriklar dunyoda cho'qingan butlarni ko'rgan chaqda, ey Parvardigorimiz, bular bo'lsa bizning seni qo'yib ibodat qilgan ma'budlarimizdir deydi. Ma'budlari ularga javob berib, shubhisizki, sizlar haqiqatan yolg'onchisizlar deydi. O kunda ular o'zlarining Allohga bosh egganligini bildirdi. Ammo ularning dunyodagi chaqlarida ma'budlar bizga shafaat qiladi degan yolg'on yovdoqlari yo'q chiqadi. Kafir bo'lganlarga va kishilarni Allohning yo'ldan, ya'ni dinidan to'sqanlarga ularning qilgan buzg'unchiliklari uchun azob ustiga azob qo'shimiz. Shu kunda biz har bir ummatga ularning ichidan ularga qarshi guvohlik beradigan bir shohid, ya'ni payg'ambar keltiramiz. Va shu kunda biz seni ularga, ya'ni ummatingga shohid qilib keltiramiz. Sana biz kitobni, ya'ni Qur'onni hamma narsani, ya'ni kishilar muhtoj bo'ladigan diniy ishlarning hammasini tushuntirib beradigan, dillarga hidoyat, bandalarga rahmat, musulmonlarga mangulik saodat bilan xushxabar yetkazadigan qilib nozil qildik. Allah haqiqatan kishilar orasida odil bo'lishga, jami xalqqa yaxshilik qilishga, xish aqrabolarga sil rahim qilishga buyuruydi. Qabih so'z harakatlardan, yomon ishlardan va zulm qilishdan to'sidi. Nasihatni qabul qilsin deb Allah sizlarga panda nasihat qiladi. Sizlar ahdi tuzishganlaringlarda Allohning ahdiga vafo qilinglar. Qasaminglarni Allohning nomini tilga ilib puxtlagandan keyin buzmanglar. Chunki sizlar Allohni guvohchi qildinglar. Shubhisizki, Alloh qilmishinglarni bilib turadi. Sizlar pishiq egirgan yipni chuvib, parcha-parcha qilayotgan xotindek bo'lmanglar. Bir jamoa son va mol-mulk jihatda, ya'ni bir jamoadan ko'p bo'lganligi uchun qasaminglarni aldamchilikning vositasi qilib olsizlar. Ya'ni o'zaro yordamlash ustida bir jamoa bilan ittifoq tuzishgandan keyin soni pul-mili ko'proq, ya'ni bir jamoani ko'ribla ilgirki jamoa bilan tuzishgan ahdini buzib, keyingi jamoa bilan ahd tuzsizlar. Alloh sizlarni haqiqatan buni, ya'ni va'daga vafo qilish amri bilan sinaydi. Sizlar datalash qilishgan haq-nohaqni qiyomat kuni sizlarga cho'qim aniq ayirib beradi. Mubodo Alloh xohlagan bo'lsa edi, sizlarni, ya'ni butun insonlarni albatta bir ummat, ya'ni bir dinda qiladi. Lekin Allohning hikmati ularni o'z ixtiyoriga qo'yib etishni taqozo qildi. Alloh xohlagan odamni gumroh qiladi, xohlagan odamni hidoyat qiladi. Qiyomat kuni butun qilmishinglar ustida so'roq qilinsizlar. Qadiminglar islom dinida izchil bo'lgandan keyin tiyilib ketmasliginglar uchun qasaminglarni o'z oranglarda aldamchilikning vositasi qilib olmanglar. Kishilarni Allohning yo'lidan to'sqanliginglar uchun azobni tetiysizlar. Sizlar oxiratda do'zaxda cho'ng azobga qolasizlar. Sizlar Allohning ahdini arzimas narsaga setvatmanglar. Sizlar agar bilsanglar, Allohning dargohidagi savob sizlar uchun fani dunyoning narsalaridan ortiqdir. Ey insonlar, sizlarning ilkinglardagi narsalar tugaydi. Allohning dargohidagi narsalar tugamaydi. Savr qiluvchilarga albatta ularning qilgan amalidan yaxshiroq savob beramiz. Ayol mu'minlardan kimki yaxshi amal qiladi ekan, biz uni albatta dunyoda qanoatchanlik, halol rizq va yaxshi amallarga muvaffaq qilib obdan yashitamiz. Ularga albatta qilgan amalidan yaxshiroq savob beramiz. Sen Qur'on o'qimoqchi bo'lganingda qo'g'landi shaytonning vasvasidan Allohga sig'inib panoh tilagan. Shubhisizki,
mu'minlarning va Parvardigoriga tavakkul qiluvchilar, ya'ni yo'languvchilarning ustidan shayton hukmronlik qilolmaydi. Shayton faqat o'zini do'st tutadiganlar va o'zining ig'vo qilishi bilan mushrik bo'lib ketganlar ustidan hukmronlik qiladi. Biz bir oyatni, ya'ni bir oyatning o'rniga almashtirganimizda, ya'ni bir hukmni bekor qilib, uning o'rniga boshqa bir hukmni tushirganimizda, Alloh o'zi nozil qilganni o'zi obdan biladi. Ular, ey Muhammad, sen Allohga yolg'on chaplading deydi. Undaq emas. Ularning to'lisi Allohning hikmatini o'qimaydi. Aytqinki, Qur'onni Jibril mu'minlarning iymonini mustahkam qilish uchun musulmonlarga hidoyat va xushxabar qilib, Parvardigoring huzuridan rostchilik bilan nozil qildi. Ular ya'ni mushriklarning uningga ya'ni Muhammad alayhissalomga Qur'onni bir inson ta'lim berdi degan so'zni obdan bilamiz. Ular ko'rsatgan odamning tili arab tili emas. Bu Qur'on bo'lsa, ro'shan arab tilidir. Shubhisizki, Allohning oyatlariga, ya'ni Qur'onga ishonmaydiganlarni Alloh hidoyat qilmaydi. Ular oxirat qattiq azobga duchor bo'ladi. Faqat Allohning oyatlariga ishonmaydiganlar Allohga yolg'on chaplaydi. Muhammad alayhissalom yolg'onchi emas. Dal ularning o'zlari yolg'onchidir. Kimki Allohga iymon etgandan keyin iymondan yenib olsa, qalbi iymon bilan mustahkam tursimi majburlash asosida eg'izida iymondan yonganligini bildirganlar buningdan mustasno. Kufri bilan ko'ngli ozodi bo'lsa, ya'ni ixtiyoriy yo'sinda murtad bo'lgan bo'lsa, u Allohning g'azabiga duchor bo'ladi va cho'ng azobga qoladi. Bu yana azob ularning dunyo tirikchiligini oxiratdan ortiq ko'rganliklari va Allohning kofir qavmini hidoyat qilmaydiganligi uchundir. Ana shu kishilar Alloh tarafidan dillari, quloqlari va ko'zlari pechatlab etilgan kishilardir. Ana shular g'ofillardir. Ular rostilla oxiratda ziyon tortquvchilardir. Ondan ey Muhammad, ziyonkashlik uchirgandan keyin haqiqatan Madinaga hijrat qilgan, ondan Allohning yo'lida jihad qilgan va jihadning mushaqqatlariga chidaganlarga Parvardigoring mag'firat qiladi. Shubhisizki, Parvardigoring shuningdan, ya'ni ularning hijrat, jihad, savr qilganidan keyin ularga albatta mag'firat qiluvchidir, rahmat qiluvchidir. Har odam o'z bilan bo'lib ketadigan, har odamga qilgan amalining mukofoti to'liq beriladigan, ularga zulm qilinmaydigan kunni, ya'ni qiyomat kunini aslagin. Allah mundaq bir misolni keltirdi. Bir shahar, ya'ni Makka aholisi bo'lib, aslida tinch xotirjam edi. Uning rizqi taraf-tarafdan keng tashlab kelib turadi. Uning aholisi Allohning ne'matlariga kufrlik qildi. Alloh ularga qilmishlari tufaylidan ochliqning va qo'rqinishning alamini tetitdi. Ularga o'z ichidan bir payg'ambar, ya'ni Muhammad alayhissalom keldi. Uni ular inkor qildi. Ularga azob, ya'ni qattiqchilik va uqubat yuzlandi. Ular gunohlarga cho'mganlik tufaylidan zolim edi. Alloh sizlarga rizq qilib bergan halol, shirin yemakliklardan yanglar. Agar Allohga ibodat qiladigan bo'lsanglar, Allohning ne'matiga shukr qilinglar. Alloh sizlarga o'zi o'lib qolgan hayvonni, qonni, cho'shqa go'shini, Allohdan g'ayrining nomi aytilib bo'g'izlangan hayvonni yeyishni harom qildi. Kimki ixtiyorchi emas, ixtiyorsizlikdan yuqorqi harom qilingan narsalardan hayotini saqlab qolgudek miqdorda yesa, Alloh uni mag'firat qiluvchidir, uningga ko'yinguvchidir. Og'zonlarga kelgan yolg'onni so'zlash uchun hech qanday dalilsiz bu halol, bu harom demanglar. Chunki mundaqda Alloh nomidan yolg'onni o'ydirgan bo'lasizlar. Alloh nomidan yolg'onni o'ydirguvchilar haqiqatan dunyo va oxiratda maqsadiga erishamaydi. Ular dunyodan faqat ozg'ini bahramon bo'ladi. Ular oxirat qattiq azobga duchor bo'ladi. Ilgari sana bayon qilingan narsalarni yolg'iz yahudilarga harom qildik. Buning bilan biz ularga zulm qilmadik. Lekin ular o'zlariga o'zlari zulm qildi. Shubhisizki, bilmasdan yomon ishlarni qilgandan keyin tavba qilgan va amalini tuzatganlarga Parvardigoring albatta mag'firat qiluvchidir, marhamat qiluvchidir. İbrahim haqiqatan yaxshi xislatlarni o'zlashtirguvchi peshvo, Allohga itoatman, batil dinlardan haq dinga buralg'uvchi, ya'ni haq dinga e'tiqod qiluvchi edi. U Allohga sherik keltirguvchilardan emas edi. İbrahim Allohning ne'matlariga shukr qiluvchi edi.
Allah onu payg'ambarlikka tanladi va uni to'g'ri yo'lga boshladi. Uningga dunyoda yaxshilik ato qildik. Shak shubhisizki, oxiratda u yaxshilar qatorida bo'ladi. Ondan sana batil dinlardan haq dinga buralg'uvchi, ya'ni haq dinga e'tiqod qiluvchi Ibrohimning diniga ergashgan İbrahim mushriklardan emas edi deb vahiy qildik. Shanba kuni ustida ixtilof qiluvchilar uchunla shanba kunini ulug'lash belgilandi. Ya'ni shanba kunini ulug'lash va bu kunda ishlamaslik İbrahimning shariatida yo'q edi. Yahudilar Allohning amriga osiylik qilib, dinda ixtilof qilishganliklari sababidan ularga eg'irchilik turg'izish uchun shundoq belgilamani chiqardik. Shubhisizki, Parvardigoring qiyomat kuni ular ixtilof qilishgan haq-nohaq ustida cho'qim hukm chiqaradi. Parvardigoringning yo'liga, ya'ni islom diniga hikmatlik uslubda yaxshi vaz nasihat bilan da'vat qilgan. Ular yana muxolifatchilik qiluvchilar bilan chiroyli ravishda munozirlashgan. Parvardigoring haqiqatan uning yo'lidan ozg'anlarni obdan biladi. Hidoyat topquvchilarni obdan biladi. Agar o'zingizlarga yetgan ziyon zahmat uchun intiqom olmoqchi bo'lsanglar, o'zingizlarga yetgan ziyon zahmat qanchalik bo'lsa, shunchalik intiqom elinglar. Ya'ni oshirib o'tmanglar. Agar sabr qilsanglar, ya'ni intiqom olmay kechirsanglar, bu sabr qiluvchilar, ya'ni kechirguvchilar uchun albatta yaxshidir. Ey Muhammad, Allohning yo'lida sana yetgan arziyatlarga sabr qilgin. Sabrang faqat Allohning yordami bilan qo'lga keladi. Ularning iymon etmaganliklariga qayg'urmagin. Ularning ilmi kirsidan yurking siqilmasin. Allah haqiqatan taqvodorlik qiluvchilar va yaxshi ish qiluvchilar bilan billadir.